Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyaga Qo'sob akalarimiz ko'ngil yo'l topaman degan akalarimizga qora qo'chqor so'raganlarga 3 dona timqorasidan chiqib oldi. Akalar mana qo'zi qo'chqor bular ham tish yormagan 10 oy 11 oylik atrofidagi qo'chqorlarimiz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyaga mana 5 million so'mdan qo'yilgan arashan sog'liqlarimizni narxini keskin tushirdik. Sababini videoda ko'rsalaring oxirida bilib olasizlar. 800 ming so'mdan orqasiga qo'yilgan narxini 800 ming so'mdan pastiga. Videoda boshladik bo'lsam. Do'stlar, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli, barakotli bo'lsin deya. Do'stlar, bugun hafta kuniga chorshanba 17 sentyabr 2025-yil. Bugun eksklyuziv video bo'ladi. Ekran qarshiga yaxshilab o'rnashib olinglar. 2 ta, 4 ta, 6 ta, 5 ta har xil qilib partiya qilib bo'lib qo'yib chiqaramiz akalar. Videolarimiz yoqsa like bosib qo'yasizlar. Bugungi narxlar bor, v общем arzon bo'ladi. Hurmatli obunachilar, o'zimiz sot oladigan narximizda qo'ylarda chiqaramiz. Bu qo'ylar to'g'risini aytamiz, arzonroq qolgan qo'ylar. Hurmatli obunachilar, narxi yengil qolgan nasldor toza hisobli qo'chqorlarimiz. Hurmatli obunachilar, birinchi navbatda zotga qo'chqorlarimiz, ikkinchisi go'sht yo'nalishida qo'chqorlarimiz bor, uchinchisida arashan sog'liqlarimiz bor do'stlar. Shuningdek, hamma izlagan qo'ydan chiqadi bugungi videoda. Qisqacha videorolik orqali narx-navolarni yoritib beramiz. Hozir ko'rib turgan qo'zi qo'chqorlarning 10 oylik, 9 oylik atrofida tish buzmagan bu dumbalar, raketa dumba qo'chqorlar akalar. Mashinasi 100% zotga aytadi. Bunisi ham bo'laveradi-yu, dumbasi bunchalik kelib lekin narxini akalar mashina puliga qo'yamiz, ikkovi ketaveradi. Mashina narxida ikkovi ketaveradi. Aytayapman-ku, narxi xudo xolasa jaydar qo'chqorli pulida. Xo'p, bular 7 ishtisiga bir hafta garantiyalari bor, tanjonlari, sog'liqlari zo'r, bexijolat. Yana sizlar bir hafta sinab olaverasizlar. Biz aytganimiz ishlarimizni ham bir hafta sinab olaverasizlar bemalol. Xo'p, do'stlar, bo'lmasa buni narxini jupini $1000 qo'ymoqchi edim, bo'lishi deb. Endi obunachilarimiz uchun yaqin bo'lib qoldi, hammamiz endi $1000 12 million qancha ham bo'lib ketar ekan hozirgi qog'oziga hisoblasa, mashina akalar laxta qilmadi. 12 million so'm, 6 milliondan qo'zi qo'chqorlar akalar nima deyapti? Xudo xolasa go'sht yesa ham hamma yo'g'i kelaveradi. Qo'chqorlar semiz, yemda turgan qo'chqorlar. 12 million so'm. Do'stlar, mana mashina o'zini ushlab turib, kallanni ko'tarib turib, $1000, $2000 to'g'rilayapti. 12 millionga toza hisobli qo'zi qo'chqorlar jupa. Bittasi bas, o'zi to'laydigan sortidan. Telefon qilinglar, xayr sunnati yana o'tadigan joyi bor. Masalan, o'tgan safargi videolarimizni ham bitta partiyasini bozorga olib chiqib sotdik, bitta partiyasini YouTube'da sotdik. Hammasini o'sha ertasiga hal qildi-yu, taqdirini hammasini bo'lishadigan narximizdan ham xayrini qilib, xayr sunnatiga o'tib berdik. Lekin bozorga olib chiqqan qo'ylarimiz maydalab sotildi, undan darshi baland ham bo'lib ketibdi. Qo'ygan narximizdan. Xo'p, hurmatli obunachilar, nasib qilganda endi mana bir unda, bir bunda. O'shaning uchun akalar mashina 12 millionga telefon qilinglar, xayrini qilib beramiz. Foydalanuvchi akalarga telefon qilaveringlar. Bo'lsa bular kirgizamiz, keyingi navbatda qo'ylarimizni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyaga Qo'sob akalarimiz ko'ngil yo'l topaman degan akalarimizga qora qo'chqor so'raganlarga 3 dona timqorasidan chiqib oldi. Akalar mana qo'zi qo'chqor bular ham tish yormagan 10 oy 11 oylik atrofidagi qo'chqorlarimiz. Bularning bo'ylari 80 yon verdi. Bundan oldingi aka mana shunaqa edi. 80 plus 80 yon verdi. Borini aytib ko'raylik. Eng qiziq joyi bor akalar, mana qaranglar. Mashalloh, hammasini qulog'i butun, endi tushmagan. Mana unisida bor ekan. U so'rida bor ekan mana unda. Bu ikkovini qulog'i butun. Bular uchovi ham o'zimiz Messi qo'yib ashdi, deyarli o'zimiz Messi chetda qo'ylar. Narigilar Tojikistondan kelgan birinchi partiyalar. Xo'p, do'stlar, veslarini to'g'risi o'lchamagan, bo'yini ham o'lchaganim yo'q. Shuni olib keldim. Yeb ichishgacha keldi, sinaldi. Faqatgina yeb ichishni sinadi xolos, tanjon sog'ligi lekin biz garantiya beramiz. Bo'ylarini, tosh tarozisini ko'rganimiz yo'q. Narxi akalar bularda 5 million so'mdan bo'ladigan narxi, dastavkasi vodiy bo'ylab ichida. Qiziqqan qog'ozlar pastki raqamga aloqaga chiqasizlar mana. Ikkovi boqsalarning uchi tayyor. Hozir ham o'zi chaqiraveradi, ikkovi boqsalar ham qo'chqorlar akalar yana ham to'ladi. Uchovi boqinglar, ana. Uzoq. Yemni zo'r bersalaring akalar, sirasi tayyor bo'ladigan qo'chqorlarimiz. Biroz o'zi pishib qolganda bular yem yeb turgan qo'chqorlar akalar, bo'ykamaydan ancha-munchaga. 5 milliondan 15 millionga 3 ta qo'chqorimiz. Do'stlar, ulgurib olinglar. Dehqon akalarimiz, shoshilinglar. Bunaqa narxlar bozorda ham yo'q. Deyarli narxiga ketyapti qo'ylarimiz akalar mana. Shoshilinglar.
pastda raqamlar qoldirmay aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bo'lsa bular kirgizamiz, keyingi navbatda qo'ylarimizni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyaga mana 5 million so'mdan qo'yilgan Arashan sog'liqlarimizni narxini keskin tushirdik. Sababini videoda ko'rsalaring oxirida bilib olasizlar. 800 ming so'mdan orqasiga qo'yilgan narxidan 800 ming so'mdan pastiga. Videoda boshladik bo'lsam. Do'stlar, mana 3-partiyadagi qo'ylarimiz Arashan zotiga mansub sog'liqlarimiz. Yoshlari 2 yashar, 4 yashar, bir dona o'sha egizakli enasi 6 yashar. Asha ikkovi mana uning bolalari. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu qo'ylarimizning narxini 5 million so'mdan qo'ymoqchi edik. Buni Qo'chqori bilan bor edi. Qo'chqorini yaxshiroq pulga va buni jaydari sog'liqlari bor edi. Ular bozorga olib chiqdi, yaxshiroq pulga ketib qoldi. 4 million 700 ming so'mdan savdosi bo'lgan bu qo'ylarimizni 5ovini bir joyga savdo qilishga berilmagan. Endi akalar, mana qaranglar. 4 million 700, 5 milliondan kami yo'q deyilgan. Biz sizlarga buni 4 million 200 ming so'mdan qilib beramiz deyapmiz akalar. 500 ming so'mdan orqasiga ekan. Men bora uzr adashib ketibman. 500 ming so'mdan orqasiga. Berilmagan narxidan 500 mingdan orqasiga 4 million 200 ming so'mdan hurmatli obunachilar, rozi rizochilik bilan, xursandchilik bilan sotsa, o'shanda ozginchadan foyda qilar ekanmiz. 4 million 200 dan foyda qilinar ekan. Endi bu qo'ylarda akalar nimaga arzon qo'yasan deganlarga mana sababi shu. Agarda o'zlaringda mana shunaqa qo'ylar bo'lsa, mana shunaqa sostenada yoshlar mana shunaqa bo'lsa, 4 million so'mdan naqd pul sanab olaveramiz hurmatli obunachilar. Hali biz qo'yganimizdan keyin gapimizga javob berishimiz kerak. Bunaqa narxda hozir qo'yayotgan narximizda akalar dastlabkasini qilib bersa o'sha 4 milliondan o yerda pul qoladi bizga ham. Yo'lkiralari bilan. Bunaqa narxda bozorda ham bermaydi do'stlar. O'shaning uchun aytib beryapman. Bir xil negativlar bo'ladi. Qimmat qo'ysan, arzon qo'ysan deydi. Qo'yni tevasida ko'rib olinglar. O'sha negativ yozayotgan obunachilarimizni ko'pchiligi bozorga tushib yeb beryapti. Nimaga? Hali endi kirib turib hammaga gapiga ishonib qimmatroq olib berishyapti. Shu sababdan akalar ko'rib, bilib, hamma yo'qni ko'rib kelib, keyin biz oldimizga kelgan narxlarini bemalol hamma yo'q bilan solishtirib olaveringlar. O'shandan keyin gaplashaylik. Hali qo'yni tushunmaydigan odam ham kelib turib faqat qo'yni yomonlashni biladi xolosda. Mana akalar 4 million 200 ming so'mdan qo'zisini narxida. Hammasi yosh, navqiron, bola olaman deganlarga. Bittasi egizak, ikkita bolasi bor uni, ashim bilan, mana belida naqasi bor. Ashi ikkovi bolalar. Bolalari 2 yoshda. Mana qo'yimiz bilan nariga qo'y 4 yoshda. Mana 6 yoshda. Xudo xolasa, birinchi, ikkinchi, bitta uchinchisiga bo'g'oz. Bunga bitta Arashan bilan afg'onda gibrid variant Qo'chqorini qo'shganmiz. Qo'chqorda ham g'ana o'zi qo'shilmagan. Qo'chqorda ham zo'rini qo'shilgan. Shu sababdan akalar olib boqinglar, maza qilasizlar. Qo'chqor ichida 1,5 oy yurdi. Endi buning ichida bizga olib berishganda bo'g'oz degani ham bo'lgan. Egizakning aslida bo'g'oz deyishgan. Endi biz hali yo'q olib qolaylik deb Qo'chqordan qo'shganmiz o'zimiz. Qo'shgan bo'lsa hozir mana shu 1,5 oy 2 oylik borib qo'ygan bo'g'oz, xudo xolasa. Endi qonidiga garantiya berilmaydi, faqat yeb ichishiga, tan joni sog'ligi, yo'tal kuchligiga javob beriladi. Agar sindirib qo'ysalar, bo'ktirib qo'ysalar, havodan keladigan kasalliklarga biz garantiyasini bermaymiz. Faqat yeb ichishiga qanaqa holatda bergan bo'lsa, misol uchun yemasa ichmasa mana shu holatda qaytib olaveramiz akalar. Do'stlar, bugungi videomiz ham tugadi. Xudo xolasa, noto'g'ri gaplar gapirgan bo'lsam, noto'g'ri gaplar, noto'g'ri ishlar qilingan bo'lsa, ming bora uzr so'rayman. Videoda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, yoqmagan bo'lsa, dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hurmatli obunachilar, shunday videomiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh men Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ylari 80+ qo'ylarimiz xudo xolasa 80 ga olaverasizlar kamida.